үй бүлө, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылына карата. Жайсаң медиа борбору жана Ырысбек Жабиров тартуулайт. Gittik be? Gittik. Geçip kalmasa kadar oldu. Saat 10'da dedi öyle. Tamekin var mı? Berç. Var. Mına. Otuk yine. Rahmat. Caz. Muke. Cazды şunçalık жақсы көрем meni. Büt bari jap жақшылы. Kızday sulu, oşon için жақсы көрем. Caz. Mına. Gelip kaldı mına. 5 minutta gelip kalırız. Oho. Жақсы саундтар. Жүр досым. Ой, олтура беребизби? Жакта күтүп калды балдар. Баштабайсыңар. Кечирип коесуз, мен азыр. Күн ысыкта күтүп калдым. Geçip etme. Жок. Келиңиздер. Менин артыман жүрүңүздөр. Бул жерден орун алыңыздар. Өтүңүз. Урматтуу коноктор, урматтуу Ош шаарынын тургундары, бүгүнкү ынтымак үй ачылыш аземин ачык деп жарыялайбыз. Атайын борбор шаарыбыздан жана Ош шаарынын жетекчилери келип отурушат. Анда эмесе алгач бүгүнкү жыйыныбызды
şehit etken bir bolorga Kur'an çürü menen başlasak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Keyit adam жашоодон тоюп күнү түнгө айланып калганда эмнеге деген жөнөкөй суроого жооп таппай бүдөмүк ойлорго жетеленет. Бирок бул учурда сабырдуулук гана сенин адамдык касиетиңди жоготпой сактап калат. Анткени жашоонун маңызы сабырдуулук менен кечиримдүүлүктүн негизинде сакталып, үмүт шооласын өчүрбөй турат. Жараткан баарыбызга сабырдуулук берсин. Assalomu alaykum o'g'lim. Keling. Alaykum assalom. Men qo'shningizni qaynotasi bo'laman. Yangi uyga ko'chib kelib, ozgina ish chiqaraylik deb dasturxon yozgan edik. Qo'shnilarning hammasi chiqdi. Siz ham bir piyola choyimizni ichib chiqsangiz. Rahmat aqsaqal, uyga birov kelish kerak ele. Rahmat. Unday demang o'g'lim. Kirasiz chiqasiz. Bir piyola choyimiz bor xolos. Nima edi aqsaqal? Otangiz tengi odamni so'zini ikki qilmang o'g'lim. Mayli aqsaqal. Birazdan keyin kiraman. Kirasiz a? Kiraman. Kutamiz. Bo'pti.
Qarachi. Hozir. Voy. Shurasini naqadashaman. Yaxshi bo'larkan dedi. Yaxshi bo'lar. Keling, Жақсылар ма? keling, kiring. Hozir, Ikkita chiqdi dedingiz. Kiring, marhamat. Assalomu Kiravering. alaykum. Hozir. Keling, keling. Kel bola. Keling o'g'lim, keling. Keling qani. Alaykum assalom. Qani o'ch o'g'lim, o'ch. Gel otur. Qani o'tir. Qani ilohomin. Amin. Qilingan ihsonlarni Alloh dargohida qabul etsin. Qizim, choydan bir piyola qo'yish mehmonga. Menga qara o'g'lim, menga qara. Oling, olishib o'tiring, oling. Avvalda. Oling o'g'lim, olinglar. Qani olinglar, olishib turinglar, olinglar. Siz de ushul podyezdda turasizmi? Ova, ushul yerda. Biz bilan qo'shnida, mana hammamiz bir qo'shni yo'ldik mana shu yerda. Olinglar. Dastonga qaranglar. Osh suzib kelgan qizim. Ko'p bo'ladi oyijon. Hali hech kim ko'chib kelmabdi-da. Jasur. Xudoy buyursa, remont o'z bitsa bizda ko'chib Kel kelamiz. qolamiz. Ko'payishib qolamiz. Ko'payishib qolar Ular endi ko'chib kelishyapti, bu yerlarga odamlar. Ko'payib qolsa yaxshi ekan. Qani Bu olinglar. joqni tanısang kerak, ha? Yo'q, taniyotganman. Nab aka. Mening otamlar bilan cho'g' ishlashgan. Otangiz rahmatli. Juda yaxshi inson edi. Ke. Endi undaylar keladimi yo kelmaydimi? Bu kishi bizni qudamiz bo'ladi. Qudasiman men. Kelinimizni onasi bo'ladi. Ismi Inoyatxon. Rahmat. Bu kishi esa bizni bolalarimizni onasi, kampirimiz. Endi bolam tinchlik, omonligini ersin. Nevaram mana, Jasurbek, kel o'g'lim, kel. Bolam, ke. Jasur, Qochib kel. tur o'g'lim. İsmi Jasurbek. Qani Keling. osh keldimi? Keling, buni Qani oling. qo'yinglar. Buni bu xallab Qani. qo'yamiz. Quda. Avval. Osh sovumasin. Qani Issig'ida olinglar. Issig'ida. boshqa Qani qaranglar. o'g'lim. Qani olinglar. Olinglar. O'tir sen, o'tir. Chiqini o'pdi. Ol, o'tir. Nab aka. Bu ne öğren? Sizler bilen Keling mi? mana Ne choydan. öğren? Ha. Rahmatli o'g'lim Keling, Rashidjon choy quyib beray. olamdan o'tgandan keyin shu bola bizga mehribon bo'lib, yodgorlik bo'lib qoldi. Hemechi. Jarani bassangiz qayramaydi. Sabr qiling'iz. Kechirasiz. Allohni aytgani shu ekan. Olinglar, yeyishib o'tiringlar. Ha bu kelinimizga yangi uy berganimizda mana birga bo'lib turishsin deb nevarani qo'yib ketganmiz. Mana 3 kun bo'ldi. Endi xudo xolisa bugun nevarani olib ketamiz endi. Voy, Hech narsa. mayli, kechiringlar. Kechiringlar meni. Mayli. Jon bolam. Hech narsa. Mayli, bolam. Jasurbek meni ham nevaram. Qizim nima qiladi o'zi yolg'iz? Endi Inobatxon. O'zingiz yaxshi bilasiz. Jasurbek biz bilan ketadi. Farzandsiz. Yolg'iz o'zi bir uyda nima qiladi, Qudajon. Bizni ham nevaramiz. To'g'ri. Shu bilan xumorimiz yoziladi, Qudajon. Keldimiz hali yosh. Xudo xolasa, Alloh bersa hali ko'p farzandli bo'ladi. Yo'q. Endi mana kampirim bilan kelishib, unga Fotiha berdik. Xudo xolasa o'sadi, unadi, baxtli bo'ladi. Allohdan shuni so'raymiz xolos. Quda. Xijolat bo'lmang. Qani, choydan iching. Oling. Olinglar, Oling. Oling. Boshqam sovib ketdi. Olinglar. Ha, keldingmi? Olinglar. Hozir chiqaman. Ovqatdan olinglar. Kechirib qo'yamiz. Jana aytmaydimmi sizga bir mehmon kelish kerak. Oling. Kelib kutib qolibdir. Menga ruxsat bersangizlar. O'tir o'g'lim. Ovqatdan ye. O'tiribsiz Rahmat. endi. Nab aka.
Şaşılıp atsa meyle. Bul kişiye dua kılıp uzatıp koyalım. Ha? Şunaqa mı? Turasın. O'tirsangiz bo'lardi o'g'lim. Qani ilohim. Qani amin. Pok Parvardigorim o'zi baxtli saodatli qilsin. Yaxshi yashang. Amin. Elga, yurtga ajoyib xizmat qiladigan insonlardan bo'ling. Allohu akbar. Rahmat kelganingiz. Shukepsiz. Kepsan. O'tiringizlar, rahmat. Esan bo'linglar. Chiqasizmi o'g'lim? Rahmat o'g'lim. Rahmat qizim. Mehmonni kuzatib qo'ying. Mayli, yaxshi bo'ling. Rahmat chaqishingizlar. Hey qanday uka? Yaxshisan Uy bu? ochiqligi, girevermaysizmi? Bismillah. Gel gir. Ha. Gel dostum, o'tir. Büttürüp koydum o'xshaydi. Qanday anan? Xudoga shukr. O'zing qanday? Yaxshi. Bular kimdir? Qo'shnilar. Bizni chayga chaqirgan ekan. Hey basa, bizning yumush ham ne oldu? Mana как раз bitdim. Qana, ko'raylikchi. Ko'raylikchi. Sen ko'rib tur, men chay olib kela qo'yayin. Chay timili qo'y. Yo'q deganda kofe ich. Ya dostum, бұл жағы аябай оқмыш болып тұр. Менің ойымдағыдан дағы жақсы болып тұр. Hareket qilib o'tamiz. Gel. Tur, keyin ketdik. Qayoqqa? Ishni joyimiz, uyni joyimiz. Anan, soningizlarмен tanishtiram. O qizlar ağaydı şardına. Sonum olubdur dostum. Sonum. Men sana aytmadim bile. Qizlar jönünde söz qilma deb. Men uchun qiynalmayli qo'ychi. Ya de. Düşünen dostum. Bardığım bilem. Eme aytqaным ол жаман болбойм го. Бирок өткөнү кайтара албайсың. Өткөн өттү, кеткен кетти. Бирөө жашоо токтоп калбайт да. Жашоолон öğret достum. To'xtatchi. Sen ele qalding ele. Aql aytpagan. Саған не oldu? Jumushing bitdi. Anan? Ketpaysingmi? He, Emne? sen bana asmandan düşkön söz. Men sana jama söz ayttım mı? Эгерде аяш угуп турган болсо, меники тура демек. Билдиң бе? To'xtat bu judagan so'zingni. To'xtatmasa эмне кыласың? Jo'nol! Hey! Hey! Men кетем. Бирок сен жүрөгүңдөгү ташты алып койгон.
Hey! Hey deyim! Şimdi olma! Hey! Hey! Şimdi olma! Şimdi olma deyim! Hey! Şimdi olma! Doktor bey! Hey! Şimdi olma! İnsan. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Koy var. Koy var. Koy var koluma. Dört kolunu benden. Dört kolunu. Doktor! Koç. Koç. Doktor de! Gör mü lan ha? Kara mı lan ha? Kara! Gördün! Ölüksü getirgen birine selemezsin. Güyüttürgen birine selemezsin. Benim bilığım bolgan. Bilığım bolgan. Kim kaytar beri lan? Kim kaytar lan?
Nega? 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 Nega men yolg'iz qolishim kerak? Ayt menga.